Assalomu alaykum, chorva astroxonachilari, hurmatli chorva ishqibozlar. Aka-ukalar, bugun Kitob mol bozoridan syomkamizni boshladik. Hafta kuniga juma 28-avgust. Videomiz boshidan akalar bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Yaxshi mollarga syomkalarini xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Aka, necha pulga bordi bu? 25 aytyapsizmi? Bozor qancha qildi? Hozir kelibdi, 25 million deyilyapti ekan aka. To'ylari 1.10. Kattakoni. Ana bular savdo bo'lyapti. Kattaroq. Sigirgada. Ikkalasini 44 million so'm qilishyapti akalar. Yağlar adashmasam hozir 45,5 mi? Mana shu g'onojilar bo'ylari biri 20 ga yaqin g'onojilar, biri 20 chiqib qoladi. Siz yo'q. Savdo suyda bitadi. Yaxshi savdo bo'lyapti. 28 ga borib mana shu gebret akalar. Aytish bo'yicha. Yilini qaranglar, yilin. Mashalloh. Mana. Necha pulga bordi aka bu? 22-23. Ha? Mana bachchan deydi-ku. Ana 22-23 ga boryapti ekan akalar. Necha pul baho qo'ydingiz aka bunga? Bunga 28 baho qo'ydik. 28. Agar qo'chgan Yaxshi mol ekan. sigir provi berib qo'ysam deydi. 36 deyapti ekan mana shuni akalar. Necha pulga bordi? 32 bordi. 5lik. 95lik 134 134 60 08. 60 08 akalar shu aloqaga chiqaverasiz. Savdosini bersin. Mana shu mocha 32 ga boribdi. Mana bunisi 28 ga. Akalar boya g'unojini yaxshilab bitta obzor qilamiz. Jonivorni yeliniga e'tibor beramiz. Mana shuncha. Necha santimetr chiqadi bilmadim. O'talar zo'r ekan. Chista sementalga shved smesheni gibi. Ana. Basharaga polni qashqa tushgan akalar, shvedga semental. Gibi. Onasi shved, otasi. Onasi shved, otasi semental. Nomer qo'yamizmi? 97lik. 97lik 385 385 04 04 94. Akalar buni tagiga havas qildim, tagiga jonivorlar. Yo'q, maşallah bu qaraqa tagida sigir bo'la bilmadim. Udar, kosam zo'r. Ishqozi saloqay chiqaverasiz. Akalar mana shu nojin 35 millionga berilibdi gumon bilan. Gumon bilan 35 million so'm. Gumon degani yo'q degani. Apparatga tekshirtirib sotadi kim bo'lsa ham agar 4 oyliklar bo'g'oz bo'ladigan bo'lsa. Menimcha endi balki bordir. Balki bordir. Lekin qisir hisobiga o'tib ketaver gumon. Sotildimi? 35 bo'pti. Ha? 35 bo'pti. 35 bilanmi? Narx bo'g'ozi 45 millionga turibdi. Agar 4 oyliklar bo'g'oz bo'lsa 45 million oladi. Aparatga chiqarib bera olsa. Tepa bo'g'ozlari ham turibdi. Mana shunaqa narxda bo'lyapti. Kecha makoritdagi gaplar akalar shunaqa. Bo'g'oz tezdan boshlandi. Mani pulga bo'g'oz bo'lmay qoldi. Hozir bo'g'ozlarni ham narxini ortamiz. Ammo qochganmi? Yaqinga qochganda.
Necha pul so'rashyapti buni? 35 deyapsiz. Bozor qancha chiqib qoldi? 26 million, 27 million. Mana aka. Hamma obunachilarga, bizni kuzatayotganlarga bitta maslahat, akalar. 1 oylik gumoni yo'q degan. 1 oylik degan odamni molini iloji bo'lsa aparat qildirish kerak. Chiqmasa nol. 2 oylik desa, u ishonarli bo'ladi. Shunda ham aparat qildirish kerak. 100% 6 oylikgacha aparat qildirib olish kerak. Savdoni ham agar qorniga bola chiqsa pul beriladi deb savdo qilish kerak. Mana shuni 6 oylikka yaqin ekan, 35 millionga bermayapti. 35 million. 35 million sotildi. Chiqib ketdi akalar, 35 million so'mga baraka bo'pti. 6 oylikka yaqin bo'g'oz bola teyapti. Juda tayinroq bola teyapti. $36 millionga boribdi akalar gumon. Aparat qildirib bermayman deyapti. To'q bo'g'oz shved akalar 55 millionga boribdi. Pulligi qolgan. 50 million hozir savdo qilyapti. 50 million. To'q bo'g'oz. Bo'g'oz oluvchilar bormi? Akalar. Aka. 22 million 200. 25 22 yarimasi olaylar deb akalar so'g'di. Akalar mana so'g'di sigir. 22,5 million so'm savdo bo'lyapti. 22,5 so'm olinglar deb 22 million 200 savdo bo'lyapti. 3-qorin adashmasam sigircha. Qo'lim bilan berkitib o'tiribman, mana issiq tegib qolyapti. 5-6 ta suv. 22 million 300 ga baraka bo'ldi. Aka necha pulga bordi bu? 30. Bolasi erkak ekan akalar. Onasini sut kamroqmi deb 30 millionga yo'q. Simental. Sut kamroq, bolasi erkak. Necha pulga bordi aka? 3 qolyapti. Akalar bu yerda mol video qilishga imkoniyati yo'q. Juda ham tiqilish narxi. Necha pulga bordi aka bu? 45 ga? 45 millionga bordi. Qap tashla sen acha. 05 X olyapsiz. Qiyinchilik bilan. Bolasi erkak, onasi sut kamroq, sal kamroq bo'lgan ekan. 53 millionga chiqdi. 53 million akalar. Gibrid mol joyi kelsa, mana shvitlardan qimmat narxga turibdi. Gibridni xohlamaydiganlarga yuborib qo'yamiz akalar videoni. Gibrid mol bo'lmaydi deydiganlarga. Bolaga e'tibor. Kunda bo'yatibdi bola, sementaldan qo'yilgan. Mana onasi ham gibrid. 53 millionga yo'q. Savdosi. Aka, savdo qilsak bo'ladi. Savdo qiladi, savdo o'zgarib aka. Savdo qilib 5-qoringa akalar, bolasi bo'qacha 60 millionga borib. Sigirda bo'yi 1.60. Mana janob. Onasi kal. Katta sigir ekan. Simentan akalar. Bolasi och. 55 ga borib. Aka ko'la. Soya qilmasak mana. 55 millionga yo'q. 100 talik semental. $52 millionga borib turibdi. Akalar. Bolasi erkak ekan.
Sigir bozori yakunlandi. Nolasi. Buqa bozoriga o'tamiz akalar. Ular hurmatimga ham bo'lib bo'ldi. Necha pulga boribdi aka? Boshga turadi. Akalar 127 ming so'mdan suv ishga sotildi. Go'shti mol ekan. Oyog'ini uribdi. 127 ming so'mdan akalar buqalar tirik vaznga suv ishga olinyapti. Tirik vaznga 65 mingdan 70 ming, 75 minggacha olinyapti sementallar. Mana. Qirolti yarim million so'mga sotilibdi akalar. Qirq yarim. Shu buqa bilan. Bora eshittirsin. 43 million so'm. 45 dan biron nima chiqsa beraman deyapti akalar. Bega aka. Sementallar akalar. 39 million so'mga boribdi akalar. Bo'yi 1.30 semental. Ishqozlari bo'lsa ayting. 77 lik 487 12 79 akalar. Ishqozlari bo'lsa Egasi shu odamda. egasi akalarimiz ekan, boqqan ekan. Rais minisi. Anshi rais. Egalari shu ekan akalar. Ishqoz bo'lsa aloqaga chiqib urasizlar, boqma variantdagi semental. Tozasi ekan. Akalar. Bo'ldi, barakasini bersin. Necha pulga bordi bu Angus? 37 yarim so'radi. Bahosi qancha? 42 million so'm baho qo'yilyapti akalar. Hali buzoq ekan. Nomer ayting, mashinaga bitta nomer qo'yib ketaylik. Angus 95 lik 465 02 0285. Akalar. Izi bor-a buni? Izi bor ekan. Yosh variantlardan topib berasiz. Yosh variantlari bo'lsa ham topib beradi Anguslar akalar. Barakasini bersin. Necha pulga bordi? Hoji bova. 32 million so'mga yo'q. Necha pul bo'lsa olingiz deyapsiz? 36 3000 ekan. 36 bo'lsa olinglar deyapti. Yaxshi buqa ekan akalar, zotga orqasi tikka ekan. 38 million so'mga bordi. Semental. Akalar German buqa chiqqan, bitta bo'ylari 160 100 ga 100 Asqar ekan firmasidan chiqqan. Aziz aka necha pul narxi buni? 60 million. Istaganti yo'q. Necha pul bo'lsa beramiz? Bozor qancha qildi? Bozor 52-53 ga boribdi akalar. Nomer aytingda, shunga bitta nomer qo'yaraylik. 97 lik 822 0777. Sotingdan. Sementallar akalar.
35 ga boribdi shunisi. 40 million baho qo'yapti. Aka nechi pul ekan bu? 55 milyon. Bozor qancha qildi? Bozor 45-46. 13 oylik. Chopishi zo'r a? Istagan yo'q. Yarandasi bu. Bo'ylari 1 yillik territoriyasiga. Mana bor. Aka bunga bitta nomer qo'yaylik endi. Zotkazlovchilar 90lik 729 45-46. Yaxshi narsa ekan, ishqozi bo'lsa aloqaga chiqarasiz. Bo'yin usullari zo'r ekan akalar. Bilmagan kunimizga ko'rsatib Savdoni qilaverasizlar. 45-46 qilyapti ekan bozor. Barakasini bersin aka. Savdoni qilavering aka. Bozoringiz bersin. Million so'mga boribdi kelasi 25 dan aka ukalar. Sifatli tog'lar. Ayting telefon nomer 90lik 885 0129. Akalar aloqaga chiqasizlar. Izi bor ekan, bemalol mana shunaqa shuylar. Kerak bo'lsa akaga aloqaga chiqasizlar. Bozoringizni bersin aka. Sementallar akalar. Semental buqalar. ga boribdi mana shunisi. Aka meni savdosi necha pul bo'ldingiz? 25 ga berilmadi. Bu qancha ekalasi? Uchalasi ham bu qancha? 27,5 ga boribdi mana shu bermadi akalar. Necha pulga bordi aka bu? 20 ga bordi. 20 million so'mga bordi. Bahosi qancha? Bahosi. Ha, 25 million qilishamiz. Akalar 20 million qilish juda ham chiroyli. Aka, shunga bitta nomer qo'yib ketaylik. Yurakdan shunga bitta ayting nomer. 91lik 818 1288. Akalar bizni kanaldan xudo xolasa murojaat qilsalaringiz juda chiroyli narxda qilib beradi. Aka, bir narsa chiqsa berasizmi bizni obunachilarga? Akalar mana 100 taligi tozasi. Ishqozi bo'lsa aloqaga chiqsalaringiz bizni kanalimiz nomidan chiroyli narxga beradi. 20 million so'm. Shaxsan o'zimga chiqib savdoni bitkazdiradigan bo'lsalaringiz akalar, imkon bo'lsa strash savdo qilish beraman, mana shu bozor qilgan narxiga. Mabodo qaytmasin avvalo hech kimning savdosi qaytib qolsa, savdoni qilish olib beraman. 20 million zo'r narsa. Akalar, endi qo'polmish ham ayrimlar bor, katta mollarini izvetsa qilganday ikkitasini 35 sotildi deyapti. Menga qiziqchiligi yo'q. Bu nolgasan. Prosta xalq uchun bitta mehnat qilib, mana bu mollarning narxini chiroyli bir yoritib beray degan maqsadda akalar narxini so'rayapman. Kim qanaqa tushunsa bilmadim. Yomon ish qilganmiz yo'q, birovni urib so'kkanimiz yo'q, birovni masxara qilganimiz yo'q ustidan kelib. To'g'ri tushunasiz? Aka necha pulga bordi kelasi? 18 million. Ishqoz bo'lsa shu aka nomeri ham bor akalar. Aloqaga chiqsalar olib beraman nomerini. Yana berasizmi deyman-da.
18 dan yo'q. Bor bo'lishi ham mumkin, savdo qilib ko'rsalaysiz. 17 millionga bordi akalar, shu o'tishcha. 17 million. Yaxshi o'tishcha ekan. Qo'yalari yo'q ham yo'q. Bunojinchalar ko'chatlaridan mol qilib qo'yaman deydiganlarga mana. Hojibon necha puldan so'rayapti bular? 8 dan so'rayapti. 8 million so'm so'rashyapti. Shivit bunojincha. Necha pulga bordi? Bozor nima dedi? Bozor 12,5 gacha bordi, kichkintoy. 12,5 ga bordi akalar. Biz kecha 60 millionga Samarqandlik akalarimizga dastavka qilib berdik. 4 tani akamiz baraka topsinlar. Samarqand Ishtixonlik akalarga. Bizniki undan bir qarish katta g'unojinlar edi akalar. 14 million 800 ming so'mdan aylantirishdik. Sababi dastavka qilib berdik. Mana g'unojinchi. 17 million so'mga boribdi akalar. Gebrat g'unojin. Akalar, mana shu g'unojin sotilibdi. Shahar Chorshanba mol bozorida sotilgan g'unojinga o'xshar ekan endi. U deb aytamiz. Hech bilmayapti ekan shu. Narxini hech kim bilmaydi. Juda ham yo'g'on olgan jonivor. Menimcha Angus. Gibridlashgan variant. Suyagi buzuq g'unojinlar. Akalar, semental g'unojinlar kirgan. Mana gibrid nargisi semental ekan. Shoxli varianti nargisi. Bunisi shoxsiz gibridlashgan variant. Tozasi emas. Akalar, ayrimlar molni zotini salgina ozgina aytib o'tsak noto'g'ri tushunyapti. Endi aytib bermaysan, mana uni semental, mana uni jaydari, mana uni shivit deb aytishga majburmiz. Aytamiz ham. 25 millionga yo'q narigi gibrid. 25 ga bermabdi. Bo'yi 1.10lik g'unojincha. Gibridda bunisini hozir so'raymiz. Bunisi necha pulga bordi? 24. 24 ga bermabdi. Bu ham gibridroq ekan. Adashmasam. Alloh alam akalar. 24 ga 25 ga bermabdi. 1.15 ga yaqin. To'ychilar uchun semiz mollardan akalar video olamiz. Aka necha pulga bordi bu? Hojibon necha pulga bordi? 23,5 ga. 23,5. 210 kilo go'sht puli. Ha, 2 oylik bo'g'oz aka zo'r aka. 2 oylik bo'g'oz. Necha pul bo'ldi aka? 4 million so'm boqishga. Qisqa akalar. To'g'ri kelganini bosamiz. Bermasin. Hojibon shu necha pulga bordi? 17,5. Aka, g'unojinlar savdosi qanchadan bo'lib qoldi? Necha puldan so'rashyapti? 20 dan deyapsiz? Bozor qanchadan qildi? 17 dan? 17 dan. 20 dan qo'yapti, 17 dan. Necha kilo go'sht puli bo'lar akalar? Kommentariyaga belgilab ketingizlarchi. 17 million necha kilo go'sht bo'ladi? G'unojin 120 dan olsa. Aka, bu sigir qancha? Bozor qancha qildi? 20. 200 kilo go'sht bo'ladi. Sigir go'sht 100, 105, 110 gacha so'ylayapti. 100 mingdan 110 gacha sigir go'sht so'yilyapti akalar. Aka-ukalar, hammaga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlab, bitta like, podpiska tugmachasini bosib qo'ygan akalarga Alloh rozi bo'lsin.
Sizlar uchun xizmatdan charchamaymiz. Rahmat qilmaydi.